Assalomu alaykum. Robert Kiyosaki. Boy ota, kambag'al ota. Ushbu kitob farzandlarning eng asosiy o'qituvchilari butun dunyo ota-onalarga bag'ishlanadi. Mening ikki otam bo'lgan. Biri boy, ikkinchisi kambag'al. Birinchisi oliy ma'lumotli, ziyoli, falsafa fanlar doktor unvoniga ega. 2 yilda 4 yillik kollejni tugatgan. Keyin Stanford universiteti, Chicago universiteti va Shimoliy G'arbiy universitetlarda bilim oshirgan. Ikkinchisi otamning bilimi ancha sayoz edi. Ikkala otam ham mansab pog'onalaridan yuqorilab, ko'p yutuqlarga erishib, umrlarining oxirigacha mehnat qilishgan. Lekin birinchisi Gavayidagi eng boy odamlardan biri, ikkinchisi moliyaviy tanglikda duchor bo'lardi. Ikkala otam ham kuchli, irodali, boshqalarga maslahat berardi, lekin har xil. Ammo o'qishning har yo'nalishlarini tavsiya qilardi. Ikki otam bo'lganligi sababli menga ikki bir-biriga zid bo'lgan nuqtai nazarni tavsiya qilinardi. Ikkisini solishtirardim, so'ngra tanlardim. Muammo shunda ediki, boy otam hali boyib ketmagan, kambag'al otam ham kambag'allashib ketmagan. Lekin pul masalasida ularning nuqtai nazarini qarama-qarshi edi. Har birining fikri haqida men uzoq vaqt mulohaza qilishimga to'g'ri kelardi. Boylarning bargan sari boyishi, kambag'allarning qashshoqlashi, o'rta aholining qarzlarga botishining sabablaridan biri pul fanning maktabda emas, uyda o'qitilishidir. Pul to'g'risida ota-onalardan eshitardim. Kambag'al ota-onalar farzandlariga pul haqida nimani o'rgata olishi mumkin? U bunday deydi: maktabga bor, yaxshi o'qi, bola maktabni a'lo baholarga bitirishi kerak. Lekin moliya to'g'risida aqli ko'p narsaga yetmaydi. Vaqt esa o'tib bo'ldi. Otalarning ikki xil fikrlaridan birini tanlaganimda, kimningdir fikri boshqa birovning hayotiga kuchli va samarali ta'sir etayotganini yaxshi tasavvur qilardim. Masalan, bir otamning bunday deyishi: "Men bunday qila olmayman." Ikkinchi otam esa bunday fikrni taqiqlab, shu gapni quyidagicha aytardi: "Qanday qilib men buni qilishim mumkin?" Bu ifodada ma'qullash va savol bor. Boy otam buni tushuntirdi. Men bunday qila olmayman degan inson o'z miyasining ishini to'xtatadi. Qanday qilib men buni qilishim mumkin deb o'z miyasini ishlatishga majburlaysan. Boy otam hamma narsaga ega bo'lish haqida o'ylamasdi. Dunyoda eng qudratli kompyuter, ya'ni miyani mashq qildirib turardi. Mening miyam kundan kunga yaxshi ishlamoqda, chunki men uni doimiy mashq qilishga o'rgatganman. Miya qancha kuchli bo'lsa, men shuncha ko'p pul ishlayman, derdi u. Uning fikricha, kim men bunday qila olmayman desa, o'z miyasining dangasaligini namoyish qilgan bo'ladi. Otalarim bir xil narsa to'g'risida qarama-qarshi ikki xil fikrda bo'lishardi. Bitta otam ko'p o'qi, yaxshi kompaniyani topib o'sha uchun ishlaysan deydi. Boshqa otam esa ko'p o'qi, yaxshi kompaniyani topib uni sotib olish uchun intil derdi. Bir otam boy bo'lganlarimning sababi farzandlarimning borlig'i, ya'ni sizlar. Ikkinchisi esa mening boy bo'lishimning kerakligining sababi farzandlarimning borligi, ya'ni sizlar, derdi. Bir otam bir necha dollarni tejash tarafdori edi. Ikkinchi investitsiyalash bilan shug'ullanardi. Biri yaxshi ish topish uchun xat hujjat yozishni o'rgatsa, ikkinchisi esa kuchli biznes reja yozish, moliya rejalarini tuzishni o'rgatardi. Ikkala otam ham ta'lim olish, ilmli bo'lish hurmat bilan qarasa-da, nimani o'qish zarurligi haqida turli fikrda edilar. Biri yaxshi o'qib ilmiy darajaga ega bo'lishimni, yaxshi ish topib pul uchun ishlashimni, o'z ishimning ustasi, hisob ekspert yoki kommersant bo'lishimni istardi. Boy otam esa qanday boy bo'lishimni, pul qanday ishlashini tushunishimni, pulning insonga ishlashini ta'minlashni o'qitardi. U qayta shunday derdi: "Men pulga ishlamayman, pul menga ishlaydi." Shunday qilib men boy otamning maslahat va ko'rsatmalariga rioya qilishni tanladim. Diqqatlaringiz uchun rahmat.